Isming Big Mike, to'g'rimi? Meniki esa Shon. Lekin ko'pchilik SJ deb chaqiradi, chunki kichkina shouman. Dadamning ismlari Shon, Shon Tui. Universitet basketbol jamoasiga yetakchilik qilgan. Hozir esa yirik kompaniya xo'jayini. Omon bo'l. Jonimga tegib ketdi. Buncha ochofat bo'lmasa. Bag'ri kengroq bo'l, onasi. Bo'lmag'ur gaplarni qo'ysangiz-chi. Esing joyidami? Bechorani itdek ko'chaga haydab yubora olmayman-ku. Mayli. Hojat barobarlikni boshqalarga bera qoling. Nima qil deysan unda? Bolani ko'chaga haydaymi? Tinchgina yashashni istayman. Bo'pti, kelishdik. Sen aytgancha bo'la qolsin. Ancha yupun kiyibdimi? Kun sovuq oxir. Ismi nima edi? Big Mike. Qayoqqa ketayotgan ekan? Salom Big Mike. Yo'l bo'lsin oshna. Mashg'ulotga ketyapman. O'ta qoldi. Orqaga qayt. Salom Big Mike. Ismim Lee NTV. Bolalar birga o'qishadi. Mashg'ulotga ketyapman deganmiding? Maktab sport zali yopiq-ku. Nega yolg'on gapiryapsan? Sendan so'rayman Big Mike. Zalda nima qilasan? Chunki u yer issiq. Tunaydigan joying bormi? Yolg'on gapirma. Bu nigohni ko'p ko'rganman. Niyati jiddiygan. Bu yoqqa yur. Qani? Mehmonxonada tunaysan. To'g'ri, bu yerda bo'sh qutilar ko'p. Divanni sindirib qo'ymassan, yo'qsa Shon joysiz qoladi. Janob Tui mehmonxonada yotadilarmi? Shunaqasi ham bo'lib turadi. Xo'sh, yuvinish xonasi yerdan bemalol foydalanaver, tushunarlimi? Bo'pti. Yaxshi yotibdi. Big Mike'ni yaxshi taniysanmi? E'tibor bergan bo'lsang, u juda kamga. Mayli, bir kecha mehmon bo'la qolsin. Yoki butunlay olib qolmoqchimisan, Lee? Biror narsani o'g'irlab ketishidan qo'rqyapsanmi? Ertalab ko'ramiz.